Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi video obzorimizda ko'pchilik akalarimiz kommentariyada so'rashgan Uragan minglik kemping svarkamiz bilan Impulse brendiga tegishli 350 Pro kemping svarka apparatimizni test qilib solishtirib ko'ramiz. Qaysi apparatimiz chiroyli svarka qiladi va qaysi apparatimiz komplektdan nima narsalar chiqadi. Ko'pchilik akalarimiz shunga qiziqishadi. Ayrim akalarimiz 70% dan ortiq svarchi akalarimiz mana shu Uragan minglik kemping svarkadan ishlatishadi, chunki bu brend oldindan taniqli va ishonchdan o'tgan, sinovdan o'tgan svarka apparatimiz bo'ladi. Endi professional MiG 350 Pro Impulse brendiga tegishli kemping apparatimiz anchadan beri bu apparatimizdan chiqishgan va ko'pchilik akalarimiz sexlarda, ishlab chiqarishlarda ishlatishyapti. Endi ikkalasini bugun solishtirib ko'ramiz. Qaysi biri yaxshiroq svarka qiladi, qaysi birining komplektdagi narsalari yaxshiroq. Uni kommentariyada o'zlaring baho berib yozib o'tib ketaverasizlar. Video boshida manzilimizni eslatib qo'yamiz. Manzilimiz Qo'qon shahrida joylashgan svarka apparatlar va qurilish texnikalar do'koni. Endi do'konimizda barcha turdagi svarka apparatlarimiz bor. Boshqa brenddagilar, undan tashqari Impulse brendiga tegishli boshqacharoq kemping svarkalarimiz yoki Uragan brendiga tegishli 750, 600 lik, 350 markalilar hammasidan bor. Lekin ko'pchilik akalarimiz ishlatib turgan hadavoy modellari Uragan minglik va Impulse MiG 350 Pro professional kemping svarkalar bo'ladi. Endi komplektdagi narsalarni tanishtirib o'tamiz. Komplektdan Uragan minglikni ichidan birinchi chiqadigan narsasi kemping derjagi 3 metrlik, undan keyingisi massa kabeli va svarka derjagi, o'zini garantiya qog'ozi, zapaska, zapchastlari, maskasi chiqadi. MiG 350 Pro ichidan esa buni 3 metrlik derjagi, razmeri bir xil, massa kabeli, svarka derjagi, o'zini zapaska, zapchaslari, daftari va maskasi. Komplektdan chiqadigan narsalari bir xil bo'ladi. Ko'rishlaring mumkin mana. Bu brend Impulse brendi Germaniya texnologiya, ya'ni Xitoy Germaniya совместный bo'ladi. Bu brend esa Uragan, bu Xitoy Rossiya совместный, ya'ni Uragan brendi o'sha rossiyskiy brend, lekin Xitoyda ishlab chiqariladi. Bu tabloli bo'ladi, bu bez tablo bo'ladi. Mana ko'rishlaring mumkin. Ikkalasi ham 5 kiloligacha sim oladi, gazli va bez gaz sim oladi va elektrod eritishi, uchlikgacha elektrodlarni bemalol eritib beradi. Videoni oxirigacha kuzatib borsalaring, ikkalasini bez gaz sim qo'yib svarka qilib ko'ramiz va elektrod qo'yib turib, elektrodning svarkasini tekshirib ko'rsatib beramiz. Mana ko'rishlaring mumkin. Ikkalasi ham 220 voltda ishlaydi. Endi qaysi bir apparat pastroq tokka ishlaydi deganlar uchun bu Impulse brendiga tegishli apparatimiz inventory bo'ladi. Pastroq tokkda ishlashga mo'ljallangan, ya'ni 180-190 volt tokkda ham ishlayveradi. Uragan brend esa 200 tokkdan tipada o'ta zo'r ishlab beradi. Agar toki baland akalarimiz bundan olsa ham maza qilib ishlatishadi. Videoni oxirigacha kuzatib boraverasizlar. Endi apparatlarimizni ishlatib tekshirib beramiz. Hurmatli obunachilar, hozir Uragan svarka apparatimiz va Impulse svarka apparatimizni tayyorlab qo'ydik. Birinchi elektrod svarkasini yoqib ko'rsatamiz va kemping svarkasini yoqib tekshirib ko'rsatamiz. O'zlaring baho berishlaring mumkin. Impulse apparatni ko'rsatamiz, elektrod svarkasini yoqib ko'ramiz. Elektrodni svarkasi bo'ladi. Endi Uragannikini ko'ramiz. Endi Uragan apparatimizni svarkasini ko'rsatamiz. Kuchli elektrod eritib ko'ramiz. Slagin oz ko'chirib ko'ramiz.
Endi o'ragan svarkamizni kemping funksiyasini ishlatib ko'ramiz. Bez gaz 0.8 lik yoqib ko'ramiz. Yaqinroq. Endi Impulse brendiga tegishli kemping svarkamizni bez gaz holatda svarka funksiyasini tekshirib ko'ramiz. Kemping svarka funksiyasini. Qo'ldan kelgancha mana ko'rishlaring mumkin. Biz professional svarchi emasmiz, lekin tushunadigan akalarimiz o'zi biladi, qaysi birining kuchi yaxshiroq, qaysi biriniki pastroqligini mana ko'rishlaring mumkin. Svarkasi, ikkala apparatimiz tayyor holatda mana. Impulse va Uragan brendiga tegishli. Xullas, shu apparatlarimiz kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol do'konimizga kelib xarid qilishlaring mumkin. Manzilimiz Qo'qon shahar, Navoiy massiv, Malina Sitavorda joylashgan qurilish texnikalar do'koni bo'ladi. Hamma turdagi apparatlarimiz do'konimizda mavjud. Bemalol kelib do'konimizdan xarid qilaverasizlar. Videomiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yaverasizlar. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat.